Hammaga Shopping Time by Seva kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan onlayn marketlarni obzor qilamiz. Birinchisi bu Ozon ilovasi hisoblanadi. Ozon bu Rossiya ilovasi hisoblanib, Rossiyadan o'zingiz xohlagan narsani o'zimizdagi dostavka qilsangiz bo'ladi. Dostavka puli tekin, ya'ni kargo degan narsa yo'q. Faqatgina o'sha xarid qilgan narsangizni pulini to'laysiz xolos. Ozonda ham xuddi o'zi marketga o'xshagan tarqatish punktlari ochilgan o'zimizda. Zakaz qilgan narsangiz o'zimizga yetib kelib bo'lgandan keyin borib ana o'sha filiallaridan xarid qilgan narsangizni olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Agar Ozon haqida yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lish xohlasangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring hamda sizga Ozon ilovasini plus hamda minus taraflarini aytib beraman. Ikkinchi prilojeniyamiz esa albatta Pinduoduo haqida bo'ladi. Pinduoduo bu Xitoydan o'zimizga tovar zakaz qilish hisoblanadi. Pinduoduoda kargo degan narsa bor, ya'ni dostavka uchun albatta pul to'lanadi, lekin unchalik qimmat bo'lmaydi. Xarid qilgan narsangiz 20 kun ichida O'zbekistonga yetib keladi. Ozon va Pinduoduoning farqlari yoki Pinduoduoning minus plus taraflari haqida bilmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Men sizlar uchun albatta alohida video qilaman. Bye.